3-fasl 16-qism. Allohning nomi bilan boshlayman. Allohga hamd bo'lsin. Mahluqotlarning eng sharaflisi, rahmat va mag'firat payg'ambari va hidoyat nuri bo'lgan zot janobimiz Muhammad ibn Abdullohga Allohning salovati va salomi yog'ilsin. Musulmonlar Allohning yordami ila havozinliklar ustidan g'alaba qozondi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tormor bo'lgan qo'shinning qolgan qismini musulmonlarga qarshi qayta jang qilmasligi uchun ularni Toifda qamal qildilar. Rasululloh Toif qo'rg'onidan musulmon bo'lib chiqqan har bir qulni ozod qilishlarini e'lon qildilar. Ulardan ba'zilari qo'rg'ondan chiqdi va Rasululloh bergan va'dalarining ustidan chiqib, ularni qullikdan ozod qildilar. So'ng qamaldagi havozinliklarning musulmonlarga qarshi chiqish xatari yo'qolganini bilgach, qamalni ham bo'shatdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xolid ibn Valid haqida so'radilar. Abbos dedi: "Ey Allohning rasuli, ey Allohning rasuli!" Xolid ibn Valid yaralandi. Tanasidagi jarohatlarning ko'pligidan hali ham behush yotibdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mahzun bo'ldilar. So'ng Xolid ibn Valid sari yo'l oldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xolid ibn Validning oldiga kirdilar va uning yoniga o'tirdilar. Qo'llariga dam solib, Xolidga yetgan jarohatlarni siladilar va "Tur, ey Allohning qilichlaridan biri, o'rningdan tur, ey Allohning qilichi" dedilar. Rasululloh yonimdalar. Alloh haqqi, bu kun qanchalar baxtiyorman. Rasululloh jarohatimni siladilar. Jarohatlarim tuzalib qoldi, ey Allohning rasuli. Alloh haqqi, go'yo yaralanmagandekman. Allohga qasamki, yo Rasululloh, qaniydi minglab qilich butun tanamni tilka pora qilsa-yu, siz muborak qo'llaringiz bilan jarohatlarimni yana silab qo'ysangiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Malik ibn Afga omonlik berdilar. U Rasulullohning huzurlarida islom dinini qabul qilish uchun Toifdan yetib keldi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muzaffar holda umra qilish uchun Makka ga qaytdilar. Undan so'ng ansorlarga bergan va'dalariga muvofiq Madinaga qaytib ketdilar. Arabiston orolini but sanamlardan tozalash kerak edi. But sanamlarni sindirib, parchalab tashlash hali ham iymonga kelmaganlar uchun butlarning hech qanday foydasi yo'qligiga, aksincha o'zlarini ham himoya qilishga imkonsiz ekaniga ochiq-oydin hujjat bo'lar edi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha butlarni sindirib tashlash uchun bir qancha qo'shinlar jo'natdilar. Ular orasida Huzayl qabilasiga yuborilgan Amr ibn Osning qo'shini ham bor edi.
Suyunchi bir ey amir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam suvi butini sindirib tashlashingga amr qildilar. Bani Huzayl qabilasining butiniya Alloh haqqi suvani sindirish men uchun ulkan sharaf. Shuningdek Alloh azza va jalladan o'zga sig'iniladigan barcha butlarni sindirish ham. Alloh sizga baraka bersin ey Allohning rasuli. Nima istaysan, hoy odam? Suva ilohining uyiga qurol bilan bostirib kelishga qanday jur'at qilding? Sizlar Allohni qo'yib sig'inadigan anavi suv va boshqa but sanamlarni hamda toshlarni sindirish uchun keldim. Mening jur'atim haq uchundir. Allohga iymon keltirgan har bir mo'minda shunday jur'at bo'ladi. Ey suvaning xodimi, nari tur, yo'ldan qoch. Yo'qol dedim. Ey ilohni sindira olasanmi? Bunga qodirmisan? Hoy odam, bechora. Holingga voy bo'lsin hoy odam. Bular bor yo'g'i bir tosh xolos. Zarar ham, foyda ham bera olmaydi. Qara, hozir men uni nima qilaman? Suvaning xodimi o'z ilohi boshqalar u yoqda tursin, o'zini ham himoya qila olmay chilparchin bo'lganini ko'rdi. Ey iloh, quvvating qayerda qoldi? Alloh haqqi, men senda faqat ojizlikni ko'rdim. Sen zarar ham, foyda ham bera olmaysan. Haqiqiy foyda beruvchi va zarar beruvchi Alloh azza va jalladir. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasuli deb guvohlik keltir. Guvohlik beraman. Allohdan o'zga iloh yo'q. Va yana guvohlik beramanki, Muhammad Allohning rasulidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sa'd ibn Zaydni Manot butini sindirish uchun jo'natdilar. Dengiz sohilidagi odamlar o'sha butga sig'inar edilar. Ali ibn Abu Talibni esa Toy qabilasiga jo'natdilar. Shunday qilib Rasululloh o'sha hududni but va sanamlardan butunlay tozaladilar. Endi hijratning 9-yili va shu yilda sodir bo'lgan eng muhim hodisalar haqida suhbatlashishni boshlaymiz. Bu hodisalar ichida eng ko'zga ko'ringani Tabuk g'azoti bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u zotning sahobalari boshdan o'tkazgan qiyinchilik va mashaqqatlar tufayli bu g'azot qiyinchilik g'azoti deb nom oldi.